Yurtimizda chorvachilik sohasi izchil rivojlanib, unga ilg'or texnologiyalar joriy etilmoqda. Bu esa mahsulotlar sifatini oshirib, jahon bozorida o'z o'rnini topishiga zamin yaratmoqda. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida chorvachilik sektorida kichik va o'rta biznes ishtiroki, sektorni moliyalashtirish va kreditlash, taqdim etilayotgan preferensiyalar va imtiyozlar mavzusida forum bo'lib o'tdi. Ushbu forum davomida chorvachilikni rivojlantirish, yaratilayotgan sharoitlar va imtiyozlar xususida fikr almashildi. Bu borada ayniqsa chorvachilikning istiqbolli yo'nalishlariga yangi loyihalarni yo'lga qo'yish orqali iqtisodiy faollikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etayotgani ta'kidlandi. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda mamlakatimizda kichik va o'rta biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 50% dan oshgan bo'lsa, ayollar tadbirkorligi ham 36% dan yuqorilagan. Bu jarayonda xalqaro moliyaviy institutlar va tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlar hamda grantlar muhim rol o'ynamoqda. 22 yildan beri bosh cho'pon bo'lib ishlab kelmoqdaman. Qo'ylarimni boqib, sonlarini ko'paytirib, faoliyatimni olib boraman. Teri mahsulotlarini soni sifatli terilar yetishtirib berib, mana go'sht mahsulotlari yetkazib beramiz. Qo'ylarimiz 205 bosh sog'liq ona qo'ylarim bor. Forum bo'lib o'tmoqda. Biz ham yanada rivojlantirish nimasiga mana forumlarga qatnashib turibmiz. Mana echkilardan olinadigan sut mahsulotlari bilan kelib qatnashib turibman. Germaniyaning taraqqiyot banki, KFB bank moliyaviy manbalari hisobidan demak respublikaga 26.8 million yevro ajratilyapti bank kreditlari, imtiyozli bank kreditlari. Lekin mana shu imtiyozli bank kreditlarini olish uchun moliyaviy savodxonlik oshirish kerak. Ya'ni sohadagi innovatsion texnologiyalardan xabardor bo'lish kerak. Aynan mana shu maqsadda Shveysariyaning Business Consulting kompaniyasi bilan biz kontakt qilganmiz, ya'ni shartnoma imzolangan. Shu shartnoma doirasida ko'plab yoshlar va xotin-qizlarni o'qityapmiz. Turli yo'nalishlarda, xususan chorvachilik yo'nalishida ham. Forumda shuningdek tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imtiyoz va preferensiyalardan unumli foydalanish, ilm-fan bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali soha samaradorligini oshirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Tadbir yakunida chorvachilik yo'nalishida uzoq yillar mehnat qilgan bir guruh soha vakillari faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Muhriddin Jalolov, Ramziddin Jalolov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.